Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlarga triller fiyalka sortlari haqida gapirib o'tmoqchiman, ma'lumot berib. Mana bitta triller fiyalkamiz. Triller fiyalkalar asosan shoxlab o'sadi. Bular bir xil tekislikdagi rozetkani hosil qilmaydi. Ko'rib turganingizdek, rosa shoxlar chiqazgan va juda ko'p gullari, g'unchalari bor mana. Gullari ham uzun-uzun bo'lib o'sadi. Triller fiyalkalar standart fiyalkalarda ham, shu bilan birgalikda mini fiyalkalarni turlarini ichida ham bo'ladi. Mana bu mini fiyalkamiz. Mana e'tibor bersangiz, mana shunaqa osilib, shoxlab o'sadi. Mana bu bizni mashhur Robus Vaga sortimiz. Shoxlagan. Bu yerda ikkita rozetka, lekin ikkita rozetkadan ancha shoxlab ketgan fiyalkachalarni hosil qilgan. Bularning orasida mana shunaqa pyostriylari ham bor. Bu ham triller mini fiyalka. E'tibor bersangiz, mana bu ham bu yoqdan ancha shoxlar chiqargan. Kichkina gulchalari. Mana bu Robus Vanilla trilleri. Mana shunaqa shoxlab ketgan. Mana bu mitticha ham triller sortlardan. Mana qo'yi shut. Barcha fiyalkalarim fitilda turibdi. Ba'zi vaqtlari fitildagi idishdagi suvi tugab qoladi. Shunda ham buni tuprog'ida namlik ancha vaqt saqlanib qoladi. Mana yana boshqa standart fiyalkalarimiz gullayapti. Shunaqa mana akvamarin. Bitta boshchada ikkita gul. Hali yana butonlari ochilgani yo'q. Bu yoqda esa krasniy tulpan. Shunaqa ochilib ketmaydi, xuddi lolaga o'xshab gullaydi. Aziz obunachilarim, bugun sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.